Qizlar, xayrli kun. Assalomu alaykum hammaga. Qizlar, bolalar, hammaga tegishli bu videoyim. Men shu dorini o'tgan safar Instagramda ko'pchilik qanaqa vitamin dorida vitamin ichinglar deganimda, o'zingiz qanaqa vitamin dori ichasiz, ko'rsatib o'ting deb so'raganlar bo'ldi va men bilan birga ishlaydigan sotuvchi qizlarim ham yaxshi vitamin dorilardan jo'nating sotgani, foydasi o'zingiz ichib ko'rgan, foydasini ko'rgan deb so'raganlar bo'lgan. O'zim ham ichaman, o'zingiz ichganini tavsiya qiling degan so'ragan klientlarim ham bo'lgan. Shuning uchun hozir bu videoni olib o'tyapman qizlar. Buni Koreyada yashovchilar juda ko'pchilik biladi, chunki Koreyani o'zida ham juda mashhur, ko'pchilik ichib yuradigan vitaminlardan bittasi bu. Chungumtang degan mana brend, mana shu brend mana shu ishlab chiqaradi, shu nima deydi brendi nomida chiqqan va bu Koreya bo'yicha juda ham mashhur, ishonchli kompaniya hisoblanadi. Buni internetga yozib qidirib ko'rsanglar ham bo'ladi. 100% ishonchli, ko'p vitaminlar ishlab chiqargan va bu qaranglar. Kalsiy, magnezium, vitamin D, uchtasi birda bo'lgan vitamin hisoblanadi. Suyaklar yemirilishi, suyak kasalliklari bor va oyoq qo'llari suyaklari og'riydigan, asab tizimida muammosi bor qizlar asabni davolaydi, asab tinchlantiradi, uyquni yaxshilaydi, suyaklarni mustahkam qiladi, suyak kasalliklarini oldini oladi. Quyoshga kam chiqadigan, quyoshga kam yuradigan odamlarga ham juda ham zo'r, yaxshi naqa. Qaranglar, mana uchtasi bitta kalsiy, magnezium, vitamin D. Xullas, adashib ketyapman. Chunki ishdaman. İşte shoshilib video olyapman, odam kelib qolishi mumkin. Buni o'zim ichib yuraman, shuning uchun bugun korobkasini ham olib keldim sizlarga. O'zim ichadigan vitamindan bittasi. Buni qizlar uyimdagilar, xolam, buvam, onam hammasi ichib yuradi. Bu doridan 100% ishonchli qizlar. Bu kuchli dori, o'shaning uchun kuchli vitamin, ya'ni so'rgan 2027 uzoq bir yilga beriladi. Tez charchaydiganlar charchoqlarni kamaytiradi, uyquni yaxshilaydi. Ba'zilar bilsanglar, mana hozir o'zimda bu boshlandi. Nimaga ichish boshladim? Oyog'im ko'p og'riydigan bo'lib qoldi. Bilasizlar, yaqinda tuqqanman, o'shaning uchun oyog'im, suyagim ko'p og'riydigan bo'lib qoldi va uyqudan uyg'onganimda bosh og'riq, kuchli bosh og'riq bilan uyg'onadigan bo'lib qoldim. Shuning uchun uyqumni yaxshilash uchun, bosh og'riqlarimni ketkazib, asablarimni tinchlantirish uchun juda ham ko'p kasalliklar, oqsil yetishmaydiganlarga bu narsa. O'zimda charchoq, suyak og'riqlari, shu narsalar bor bo'lgani uchun buni ichishni boshladim. Buni ichida 180 ta bo'ladi. Bir kunda 2 mahaldan ichsanglar bo'ladi. Ovqatdan keyin suv bilan birga ichiladi. Ertalab yoki kechqurun xohlagan vaqtlarda ichasizlar. Men kechqurun ichganni tavsiya qilaman. Kechqurun ichish yaxshi, uxlashdan oldin ichsanglar uyqularni yaxshi qiladi. Xohlagan odamlar 2 tadan ichsa ham bo'ladi. Lekin men bittadan ichaman, menga yetadi. Yaqinda qizlar buni tekshirtirganimda bizda O'zbekiston hududida yashovchilar ko'p buni vitamin D yetishmasligi kuchli bo'lar ekan. Tekshirtirdim, vitamin D yetishmadi va ichdan bittasini boshqa 2000 dozalik ichib tugatdim. Shunda ham yana topshirganimda yana kalsiy, vitamin D kam chiqdi. Kalsiy kam, kalsiy ichib yurgan postoyanniy dedi. Xo'p, qizlar, bu dori emas. Bu dori emas, bu qo'shimcha vitamin hisoblanadi. Mana ko'rib turibsiz, suyaklarga juda ham zo'r davo bu. Yana ham to'liq ma'lumotini men pastda qoldiraman yozib. Koreyadagilar, chunki Koreyadagilar ham ko'p so'raydi, qayerdan topsak bo'ladi deb. Kupangdan topsanglar bo'ladi internetda. Kupangda sotadi buni. Bu 1000 dozaligi qizlar. 1000 dozaligidan 180 ta. Ya'ni bu ham kuchli degani. Bemalol qo'rqmasdan, ayniqsa ayollar 30 yoshdan keyin обязательно kalsiy ichinglar, vitamin D ichinglar. O'zbekistonda ham juda ko'pchilikda, chunki o'zim yon atrofimdagi opamlar, dugonamlarda ham ko'pchiligida uchradi vitamin D yetishmasligi. Biz O'zbekiston hududida yashovchilarda juda ham ko'p anaqasi vitamin D yetishmas ekan. Menga bir doktor ham aytgandi, bilmadim nimaga unaqa degani, lekin shunaqa degan. Chunki o'zimda ham 2 marta topshirganimda ham ichib turib yana topshirganimda yana kalsiy kam chiqqan. Kalsiy yetishmovchiligi, soch to'kilishi, asab, xullas suyaklar og'rig'i, suyaklar kasalligi, bo'g'im yemirilishligi juda ham ko'p kasalliklarga olib keladi qizlar. Shuning uchun ichib yuringlar, bu reklama emas. O'zimda oilam ichib yurgan bundan va o'zim ham ichishni boshladim. Bemalol qo'rqmasdan ichsanglar bo'ladi.
har doim o'zim ichib yurgan vitaminlardan tavsiya qilaman. Chunki ishonchli, o'zim ichib ko'rib foydasini ko'rganlarimni va atrofimdagilar ichib ko'rganligi uchun bemalol sotuvga chiqaraman qo'rqmasdan.